Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'zbekiston xalq yozuvchisi Asqat Muxtorning asarlarini o'qimagan, bilmagan kitobxon bo'lmasa kerak. Bugun biz sizlarni yozuvchining Daryolar tutashgan joyda nomli qissasi bilan yanada yaqinroq tanishtirishni maqsad qildik. Asar Bekobod metallurgiya zavodi va uning atrofidagi ishchilar hayoti asosida yaratilgan. Asar insoniy his-tuyg'ular, jamiyatdagi ziddiyatlar va insonning o'zligini anglash kabi mavzularni chuqur yoritib beradi. Adib qissada qahramonlarning ichki kurashi, fikr yuritishi va turmush sinovlariga yondashuvini haqqoniy tasvirlaydi. Agar qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ikki daryoning tutashgan joyi bu geografik nuqta emas, balki hayot va taqdirning ramzi sifatida tasvirlangan. Ya'ni turli taqdirlar, dunyoqarashlar va yangi hayotning oqimlarining yagona uchrashuv nuqtasidir. Bu esa kitobxonni o'z tanlovi va hayot yo'li haqida mulohaza yuritishga undaydi. Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markazida siz Asqat Muxtorning boshqa kitoblari bilan ham tanishishingiz mumkin.